Bilet olishda ko'pchilik qiladigan 5 ta xato. Agar buni bilmasangiz, bilet puliga kuyib qolishingiz mumkin. Birinchi xato bizbagaj olish. Lekin ko'p holatda bu biletni qaytarib ham bo'lmaydi va boshqa sanaga almashtirib ham bo'lmaydi. Masalan, O'zbekiston Airways'da hozirgi vaqtda bizbagaj tariflarini boshqa sanaga ko'chirib ham bo'lmaydi, almashtirib ham bo'lmaydi. Ikkinchi xato bagajli bo'lsa qaytara olaman deb o'ylash. Yo'q, ko'plab hollarda bagajli tarif ham qaytarilmasligi mumkin. Masalan, qanot chartda bagajli tarif ham qaytmaydi. Charter va blok joylar deyarli umuman qaytmaydi. Uchinchi xato borish va qaytish bileti. Agar birinchi reysga kech qolsangiz, ikkinchi reysdagi biletingiz ham kuyib ketadi. To'rtinchi xato perisadka bilan ikki xil aviakompaniyadan bilet olish. Birinchi aviakompaniya reysi kechikishi sababli ikkinchi aviakompaniya reysiga ulgurmasangiz, ikkinchi biletga kuyasiz. Va oxirgisi 5-eng katta xato. Bularni bilmasdan bilet olish yoki noto'g'ri odamdan bilet xarid qilish. Bilet bu shunchaki narx emas. Bu shartlar, risk va to'g'ri tanlov. Yo'nalish va sana yozing. Sizga eng arzon va xavfsiz variant topib beramiz.